Davlat oliy ta'lim muassasalarida tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan 4 va 5 bosqich talabalari O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar harbiy tibbiyot akademiyasida o'qish imkoniyatiga ega. Yo'lda endi davom ettiriladi. Yag'langan qismi o'qishlar. Yag'langan qismi mana mashq qismi yag'lanib bitti, lekin to'liq olishimiz kerak. Mazkur oliy dargohda bakalavriat ta'lim yo'nalishida harbiy vrach, gigiyena epidemiologiya harbiy vrachi fakultetlari mavjud bo'lib, harbiy tibbiyot ishi, davolash ishi, harbiy tibbiyot ishi, tibbiy profilaktika ishi kabi mutaxassislik asosida tahsil olish imkoniyati mavjud. Qabul jarayonlari 4 bosqichda amalga oshiriladi. Bular: kasbiy saralash, tibbiy ko'rik, jismoniy tayyorgarlik, fundamental hamda klinik fanlardan test sinovlari. Harbiy tibbiyot akademiyasining bakalavr bosqichini tugatgan kursantlarga harbiy vrach bakalavr diplomi hamda tibbiy xizmat leytenanti unvoni beriladi. Shuningdek, harbiy internatura, klinik ordinatura, magistratura va doktorantura bo'yicha o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Bu yerda tahsil oluvchilar har qanday 5 yulduzli mehmonxonalardan qolishmaydigan yotoqxonalarda oziq-ovqat, moddiy ta'minot, mavsumiy kiyim-kechaklar bilan ta'minlanadi. 6-avlod robotimiz Apollon eng zamonaviy Maskanularimiz qanday o'tiradi maska? Nafas yo'lligi ammo qo'llanadi. Harbiy tibbiyot akademiyamizda amaliy dars mashg'ulotlariga 85% e'tibor qaratilgan. Simulyatsion o'quv markazida amaliyot bilan birga nazariy bilimlarimizni uyg'unlashtirgan holda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan tibbiy bilimlarimizni oshirib kelmoqdamiz. Qizil hududda yarador bo'lgan jangchini olib chiqib ketishda bir necha xil usullar bor. Men hozir simulyatsiya markazida taktik tibbiy tayyorgarlik bo'yicha jarohatlangan harbiy xizmatchini jang maydonidan sariq zonaga olib chiqish amaliyotini bajaryapman. Tibbiyot oliygohlari talabalari uchun ajoyib imkoniyat. Sizda bir vaqtning o'zida ham harbiy, ham shifokor bo'lish istagi bo'lsa, biz sizni O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar harbiy tibbiyot akademiyasida kutib qolamiz. Batafsil ma'lumotlarni 55 506 0265 raqamlari orqali olishingiz mumkin.